Diqqat, prezident farmoni, xalqqa tezkor xushxabar. 31 dekabrda barcha uchun bayram tuhfasi beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi Vulkan mahsuloti. Prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5 va 7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Vulkan salomatlik manbai. Diqqat qiling, davlat xizmatchilariga dekabr oyi uchun ish haqqi to'lovi 30 dekabr kuniga qadar shu kuni ham to'lab berilishi kerak. Mehnat kodeksining 253-moddasiga muvofiq ish haqqi to'lanadigan kun dam olish kuniga yoki ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri kelib qolganda ham ish haqqi ushbu kunlar arafasida to'lanishi lozim, deyiladi xabarda. Azizlar, ushbu xabar ostiga like bosib, videoni yaqinlarga ham yuborib qo'ying.